Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda og'riqli va har bir oilaga tegishi mumkin bo'lgan mavzuni ochiq tushuntirib beraman. 2026 yildan pensiya bo'lmaydimi? Kimlar pensiyasiz qolishi mumkin? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? İnternetda tayyorlaning, pensiya tugaydi. Endi davlat pul bermaydi, staji yo'q odamlar hech narsa olmaydi degan gaplar ko'paydi. Men bu gaplarni vahima qilish uchun emas, tushunib harakat qilish uchun tahlil qilib beraman. Chunki bugun bilmagan odam ertaga pensiya yoshiga yetganda eshik yurib, nega menga pensiya chiqmayapti deb qolishi mumkin. Agar sizning oilangizda ota-ona, aka-uka, opa-singil, er-xotin farzandlar bo'lsa, bu ma'lumot sizga albatta kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim masalalarni oddiy tilda, hujjat va amaliy qadamlar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik eski tartibga o'rganib qolgan. Odam yillar davomida zavodda, maktabda, shifoxonada, kolxozda, tashkilotda ishlagan, mehnat daftarchasida yozuv bo'lgan. Pensiya yoshiga yetganda hujjatlarni topshirgan va pensiya tayinlangan. Eng asosiy dalil mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, buyruqlar, ish haqi haqidagi ma'lumotlar bo'lgan. Ya'ni odam men ishlaganman deb daftarchasini ko'rsatgan. Davlat idoralari esa shu stajni hisoblagan. Hozir nima o'zgardi? Bugun mehnat bozori butunlay boshqacha. Juda ko'p odamlar rasmiy ish joyida emas. Kimdir qurilishda kunbay ishlaydi, kimdir taksida yuradi, kimdir bozorda savdo qiladi, kimdir uyda tikuvchilik qiladi, kimdir chet elga borib ishlaydi, kimdir internet orqali xizmat ko'rsatadi. Lekin muammo shundaki, daromad bor, mehnat bor, lekin rasmiy staj yo'q. Pensiya tizimi esa odam charchadi, ishladi. Endi shunchaki pensiya beramiz degan tuyg'u bilan emas, hujjat va badallar bilan ishlaydi. Men sizga eng muhim gapni aytaman. Pensiya butunlay yo'q bo'lib ketadi degan gapni to'g'ridan to'g'ri qabul qilish noto'g'ri. Ammo pensiya olish shartlari qattiq nazorat qilinishi, norasmiy ishlagan yillar hisobga olinmasligi, elektron bazada ko'rinmagan ish staji bo'yicha muammolar chiqishi juda real xavf. Odamda 20 yil mehnat qilganlik hissi bo'lishi mumkin. Lekin ba'zida 5 yil staj ko'rinsa, pensiya masalasida aynan shu 5 yil asos bo'lishi mumkin. Eng og'riqli joy mana shu. Men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Qayerda ishlagansiz, qachon ishlagansiz, shartnoma bo'lganmi, maoshdan ijtimoiy soliq to'langanmi, mehnat daftarchasida yozuv bormi, elektron mehnat tarixingizda ko'rinyaptimi degan savollarga javob kerak bo'ladi. Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar xavotir olishi kerak. Masalan, bir erkak 35 yoshidan 55 yoshigacha qurilishda ishladi. Har kuni mehnat qildi, oyiga yaxshi pul topdi. Lekin ustalar brigadasida og'zaki kelishuv bo'lgan. Ish beruvchi bilan shartnoma yo'q. Ish haqi plastik karta orqali rasmiy to'lanmagan. Ijtimoiy soliq o'tkazilmagan. U kishi 60 yoshga yetganda men 20 yil ishlabman dedi. Lekin davlat bazasida u 20 yil emas, balki oldin ishlagan 6 yil zavod staji va keyin biror korxonadagi iliy rasmiy staji ko'rinishi mumkin. Natijada pensiya miqdori juda past bo'lishi yoki staj yetishmasligi muammosi chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh uy bekalari. Juda ko'p ayollar umrini farzand tarbiyasiga, uy ishlariga, qarindoshlar parvarishiga bag'ishlaydi. Bu mehnatning qadri juda katta, lekin pensiya tizimida hamma davr ham avtomatik rasmiy ish staji sifatida hisoblanavermaydi. Masalan, ayol 22 yoshda turmushga chiqdi, 3 nafar farzand ko'rdi, 25 yil davomida rasmiy ishlamadi. 55 yoshga yaqinlashganda pensiya haqida o'ylasa, men butun umr ishladim-ku deydi. Ha, u ishlagan, lekin rasmiy staj masalasida alohida qoidalar bor. Bola parvarishi davrining ma'lum qismi hisobga olinishi mumkin. Lekin bu ham hujjat, tug'ilganlik guvohnomalari, rasmiy ma'lumotlar orqali isbotlanadi. Agar umuman rasmiy staj bo'lmasa, pensiya emas, boshqa turdagi nafaqa masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi guruh chet elda ishlaganlar. Masalan, fuqaro 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki Koreyada ishladi. O'zbekistonda esa rasmiy staji atiga 4 yil. U chet elda haqiqatan ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin savol, u yerda rasmiy ishlaganmi? Sug'urta badallari to'langanmi? Ikki davlat o'rtasida pensiya bo'yicha kelishuv bormi? Hujjatlari tasdiqlanganmi? Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, na u yerda to'liq pensiya huquqi shakllanadi, na bu yerda staj sifatida oson tan olinadi. Shuning uchun chet elda yurgan yurtdoshlarimiz pul topyapman bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Bugungi daromad yaxshi, lekin ertangi pensiya ham hisob-kitob talab qiladi. 4-guruh yakka tartibda ishlayotganlar. Masalan, ayol uyida pishiriq qilib sotadi.
erkak mashina tuzatadi, boshqa biri kompyuter xizmatlari ko'rsatadi. Agar ular o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsa yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, ayrim holatlarda ijtimoiy soliq to'lashi orqali pensiya staji shakllantirish imkoniyati bo'ladi. Lekin ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan, hech qanday rasmiy iz qoldirmagan faoliyat ertaga pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlayotganlar, ish beruvchisi ijtimoiy soliq to'layotganlar, elektron mehnat daftarchasida ish joylari ko'rinayotganlar, arxiv hujjatlari saqlanganlar. Masalan, o'qituvchi 25 yil maktabda rasmiy ishlagan, har oy maosh olgan, buyruqlar bor, elektron tizimda ish staji ko'rinadi. Bunday odamda asosiy xavf kamroq. Lekin men baribir umuman tekshirmang demayman. Chunki ba'zida familiya xato yozilgan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, eski ish joyi tugatilgan. Arxivda hujjat topilmay qolgan holatlar bo'ladi. Bir misol olaylik. Hasan aka 6 yoshga kirishiga 2 yil qoldi. U 1990 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan, keyin 2001 yildan 2010 yilgacha bozorda savdo qilgan. 2011 yildan 2024 yilgacha qo'riqchi bo'lib ishlagan. Agar zavod staji arxidan tasdiqlansa, qo'riqchilik rasmiy bo'lsa, unga ancha staj yig'iladi. Lekin 2010 yillardagi bozordagi savdo norasmiy bo'lgan bo'lsa, o'sha 9 yil pensiya hisobida yo'qdek bo'lib qolishi mumkin. Demak, insonning hayotida ishlagan yillari ko'p, lekin pensiya hisobidagi yillari kam bo'lib chiqishi mumkin. Yana bir misol. Dilnoza opa 15 yil xususiy bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan. Maoshni qo'liga naqd olgan, shartnoma qilinmagan. Ish beruvchi keyin rasmiylashtiramiz deb yurgan. Endi bog'cha yopilgan, rahbar boshqa joyga ketgan. Dilnoza opa pensiya yoshiga yaqinlashganda o'sha 15 yilni isbotlashga qiynaladi. Guvohlar bor, bolalarning ota-onalari tanishi mumkin, lekin pensiya organlari uchun guvohlik har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Buyruq, shartnoma, ish haqi qaydnomasi, soliq to'lovi, arxiv hujjati kerak bo'ladi. Mana shuning uchun 2026 yildan pensiya bo'lmaydi degan vahimali gapning ichidagi haqiqiy ogohlantirish shuki, rasmiy staji yo'q, badali yo'q. Hujjati yo'q odamlar pensiya masalasida juda qiyin ahvolga tushishi mumkin. Birinchi nozik masala, minimal staj va to'liq staj farqi. Ko'pchilik 7 yil staj bo'lsa bo'ldi yoki bir oz stajim bor, pensiya chiqaveradi deb o'ylaydi. Amalda esa pensiya huquqi, pensiya miqdori, qo'shimcha koeffitsiyentlar va hisoblash tartibi bir-biridan farq qiladi. Ya'ni odam pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin, lekin pensiya miqdori juda kam chiqishi mumkin. Buning sababi staj kam, rasmiy ish haqi past, ijtimoiy to'lovlar kam bo'lganidir. Masalan, ikki odamni solishtiraylik. Birinchi odam 25 yil rasmiy ishlagan, o'rtacha maoshi hujjatlarda ko'ringan. Ikkinchi odam 2 yil rasmiy ishlagan. Qolgan 20 yil norasmiy daromad topgan. Ikkalasi ham hayotda ko'p mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida birinchisining holati ancha yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi men ham ishladim-ku desa ham, tizim qani hujjat deb so'raydi. Ikkinchi tuzoq. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirgan bo'lishi, lekin to'lovlarni to'g'ri qilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zida odam shartnoma imzolaydi, lekin ish beruvchi uni to'liq stavkada emas, yarim stavkada ko'rsatadi. Yoki maoshning bir qismini rasmiy qolganini konvertda beradi. Masalan, siz oyiga 5 million so'm olasiz, lekin hujjatda 1 million so'm ko'rsatiladi. Bugun sizga farqi yo'qdek tuyuladi, chunki pul qo'lingizga kelyapti. Lekin pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan daromad muhim bo'lishi mumkin. Natijada ertaga nega pensiyam kam chiqdi degan savol paydo bo'ladi. Uchinchi masala, eski mehnat daftarchasi yetarli bo'lmasligi mumkin. Mehnat daftarchasida yozuv bor, muhr bor, lekin tashkilot tugatilgan, arxivga hujjat topshirilmagan, buyruq raqamlari topilmaydi. Bunday holatda pensiya tayinlash jarayoni cho'zilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya yoshiga yil qolganda emas, kamida 3-5 yil oldin hujjatlarni tekshirtirish kerak. 4-masala, ism familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Eski mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, diplomda boshqa yozuv, pasportda hozirgi familiya, tug'ilganlik guvohnomasida yana boshqacha transliteratsiya bo'lishi mumkin. Masalan, Shahnoza bir joyda Shahnoza, boshqa joyda Shahnoza bo'lib yozilgan. Oddiy ko'rinadi. Lekin hujjat tekshiruvda bu muammo chiqarishi mumkin. Nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lash qiyinlashadi. 5-masala nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiyalar.
Hamma pensiya faqat yoshga doir pensiya emas. Ayrim fuqarolarda nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar uchun imtiyozli tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu joyda ham hujjat hal qiluvchi. Tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi, ish joyi sharoitlari haqidagi ma'lumot, boquvchining staji, oila a'zolarining huquqi alohida ko'rib chiqiladi. Qo'shnim shunday yo'libdi. Men ham olaman degan mantiq ishlamaydi. Har bir ishning o'z hujjati bor. 6-nozik joy. Ijtimoiy nafaqa bilan pensiyani adashtirmaslik kerak. Agar odamda pensiya uchun staj yetarli bo'lmasa, u butunlay ko'chada qoladi. Deyish ham noto'g'ri. Davlatda ijtimoiy yordam, yoshga doir nafaqa yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin bu pensiya bilan bir xil emas. Miqdori boshqa, shartlari boshqa, tekshiruvlari boshqa. Pensiya insonning mehnat huquqi asosida tayinlansa, ijtimoiy nafaqa muhtojlik yoki alohida mezonlar asosida berilishi mumkin. Shuning uchun maqsad qandaydir nafaqa olib turaman emas. Imkon qadar rasmiy pensiya huquqini to'plash bo'lishi kerak. 7-masala 2026 yil bilan bog'liq qo'rquv. Men aniq aytaman, har qanday yil nomi bilan tarqalayotgan xabarni rasmiy manbasiz qabul qilmang. Lekin 2026 bo'ladimi? 2007 bo'ladimi? Baribir umumiy yo'nalish bir xil. Davlatlar pensiya tizimini tobora elektronlashtiryapti. Norasmiy iqtisodiyotni qisqartiryapti. Badal va stajni aniq hisoblashga o'tyapti. Bu nimani anglatadi? Amaki taniydi. Daftarchaga yozdirib qo'yamiz. Keyin biror yo'lini qilamiz degan davr tugab boryapti. Elektron bazada bor narsa bor, yo'q narsa yo'q bo'lib ko'rinadi. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning mehnat tarixingizni tekshiring. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomangiz borligini, buyruq chiqarilganini, elektron mehnat tizimiga kiritilganingizni so'rang. Meni rasmiy qilganmisiz deb og'zaki so'rash yetmaydi. Hujjatni ko'ring, shartnoma nusxasini oling. Lavozim, ish boshlagan sana, stavka, maosh tartibi yozilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. May, Govuz, Mi Mehnat.uz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali elektron mehnat daftarchangiz, ish stajingiz, ish joylaringiz haqida ma'lumotlarni tekshirishga harakat qiling. Agar o'zingiz internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli tanishingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Siz uyalmasligingiz kerak. Bu sizning ertangi noningiz, dori-darmoningiz, kommunal to'lovingiz masalasi. 3-qadam, eski hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari barchasi muhim bo'lishi mumkin. Ularni bitta papkaga joylang. Nam joyda eski sandiqda yirtilgan paketda saqlamang. Nusxa qildiring, skaner qildiring. Telefonga suratga olib qo'ying. 4-qadam, eski ish joylari bo'yicha arxivni oldindan aniqlang. Agar siz ishlagan tashkilot yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini bilib oling. Tuman yoki shahar arxiviga, sobiq tashkilotning huquqiy vorisiga, hokimlik yoki tegishli idoralarga murojaat qilish mumkin. Murojaatda shunday yozing: men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish uchun ish stajim va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Arizak pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi. Agar bo'lsa buyruq yoki eski ma'lumotnomalarni qo'shing. 5-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchiga meni rasmiylashtiring deyishdan qo'rqmang. Ha, ba'zi ish beruvchilar buni yoqtirmaydi. Lekin siz bugun 200-300 ming so'm ko'proq naqd olish uchun kelajakdagi imyonbiylik pensiya huquqingizni xavfga qo'ymang. Agar siz ustachilik, savdo, xizmat ko'rsatish, taksi, tikuvchilik, repetitorlik, internet xizmatlari bilan shug'ullansangiz, o'zini o'zi band qilish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik tartibini o'rganing. Qaysi tartib sizga mosligini soliq organi, davlat xizmatlari markazi yoki My.uz orqali aniqlang. Ijtimoiy soliq yoki pensiya stajiga ta'sir qiladigan to'lovlar bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. 6-qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatsiz qolmang. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotlari. Ish haqi to'langanini tasdiqlovchi hujjatlar, sug'urta badallari, ruxsatnoma va migratsiya hujjatlarini saqlang. Agar rasmiy ishlash imkoniyati bo'lsa, albatta rasmiy ishlang. Chet elda topilgan pul uy qurishga, to'y qilishga,
Mashina olishga ketadi, lekin pensiya masalasi unutilsa, keksalikda muammo yana o'zingizga qaytadi. 7-qadam pensiya yoshiga yaqinlashgan ota-onangizning hujjatlarini bugun tekshiring. Ko'p otalarimiz hammasi joyida deb yuradi. Onalarimiz kerak bo'lsa topilar deydi. Lekin hujjat topish ba'zida oylar, hatto yillar oladi. Siz farzand sifatida ota-onangizning mehnat daftarchasini ko'ring. Qaysi yillarda qayerda ishlaganini ro'yxat qilib chiqing. Masalan, 1985-1992 maktab, 1993-2098 poliklinika, 1998-2005 fermer xo'jaligi, 2005-2002 uy bekasi. Har bir davr bo'yicha hujjat bormi, yo'qmi aniqlang. 8-qadam pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan maslahatga boring. Pensiya yoshiga yetib borgandan keyin emas, oldinroq boring. Mening stajim bo'yicha qanday kamchilik bor? Qaysi hujjatlar kerak? Qaysi davrlar tasdiqlanmagan deb so'rang. Agar og'zaki javob noaniq bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob bo'ladi. Keyin nimaga asoslanish kerakligini bilasiz. 9-qadam hujjatlarda xato bo'lsa, tuzatishni cho'zmang. Tug'ilgan sana noto'g'ri, familiya farq qiladi. Ishga kirgan sana tushib qolgan, muhr o'qilmaydi. Tashkilot nomi boshqa yozilgan bo'lsa, bularni oldindan hal qiling. Ba'zida sud orqali yuridik faktni belgilashga to'g'ri keladi. Bu ham vaqt oladi. Shuning uchun bugun boshlangan ish ertaga sizni katta asabdan qutqaradi. 10-qadam oilaviy moliyaviy reja tuzing. Faqat davlat pensiyasiga suyanib qolmang. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Bugun dunyoda hamma davlatlarda pensiya tizimiga bosim oshyapti. Keksalar soni ko'paymoqda, yosh ishlovchilar ulushi o'zgarib bormoqda, narxlar oshmoqda. Shuning uchun imkoningiz bo'lsa, kichik jamg'arma qiling, qarzlarni kamaytiring, sog'likni asrang, farzandlarga moliyaviy savod bering, rasmiy daromad tarixini shakllantiring. Pensiya kelajakdagi yagona tayanch bo'lib qolmasligi kerak. Yana bir muhim maslahat. Hech qachon hujjat yasab beraman, staj qo'shib beraman, pensiya oshirib beraman degan odamlarga ishonmang. Bu juda xavfli. Soxta hujjat aniqlansa, pensiya to'xtatilishi, ortiqcha to'langan pul qaytarilishi, hatto huquqiy javobgarlik ham bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l qiyinroq ko'rinadi, lekin xavfsiz yo'l shu. Azizlar, bugungi mavzuning eng katta xulosasi shuki, pensiya butunlay yo'q bo'ladi deb vahimga tushish kerak emas. Lekin hujjatsiz, norasmiy, stajsiz yurish juda katta xato. 2026-yil atrofidagi gaplarning asosiy sabog'i bitta. Har bir odam o'z mehnat tarixini, rasmiy stajini, to'langan badallarni va hujjatlarini hozirdan tekshirishi kerak. Ertaga pensiya yoshiga yetganda men bilmagandim degan gap yordam bermaydi. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni toping, elektron bazani tekshiring. Ish beruvchingizdan rasmiy shartnomani so'rang. Ota-onangizning hujjatlarini ko'rib chiqing. Agar kamchilik bo'lsa, uni hozir to'g'rilang. Sizning fikringiz qanday? Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya staji, mehnat daftarchasi, arxiv hujjatlari bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda olsin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bo'ling, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, chet elda ishlayotgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu faqat bugungi kun emas, har birimizning ertangi keksaligimiz masalasidir.